Qanchagina? Mana 28 million. Mana shuni o'zi 28 million. Ha, Bu tagi bilan, ha? Ha, tagi bilan hamma komplet. Mana shu ko'rib turganingiz hammasi yer o'sha qayrog'och bo'lgan, juda katta qayrog'och ildiz bo'lganda bu. Bu kamdan kam bunaqa toza rang chiqadi. Yaxshi saqlangan. Lekin vaholanki buni kesilganiga bir 10 yildan oshiq bo'lgan. Lekin hali chirimagan ham zo'r saqlangan. Shu darajada bo'lgan, даже qurimagan joyi bo'lgan. Buni olib biz taxta qilib, anaqaga sushkaga berib, quritib hamma narsasi bitta daraxt ildizdan, toshidan tashqari. Qancha vaqt ketgan bunga? Bunga 1 oycha. 1 oy. Xarajat qancha bo'lgan? Ildiz sotib olinganmi yoki? Buniki sotib olinmagan. Hozir endi nimaga yana xarajat kam 28 million qo'yasan deysiz-da, yana ko'pchilik savol beraveradi-da. Shuning birinchidan hech kim ildizdan qilmagan. Birinchidan. Endi siz bu yerda hech qanaqa mix, kley ishlatilmagan. Mana shu stul yo'q. Endi siz mana buni ham ko'tarib ko'ring misol. Ya bu juda og'ir ekan, men ko'tarib ko'rdim. Bu taxminan 10 kilodan 10 kilodan oshiq. Bu ana endi bu hozir hozir ketishga ham kamida 3-4 odam kerak-da buni hozir. Bu endi qo'ygan joyingizda mixdek qotadi xullas. Bu misol uchun hozir siz qancha garantiya bera olasiz deb bittasi so'rayapti. Endi bunday qilib hazillashib 1 yil desa 1 yilgina garantiya berasizmi? Baraka topib 50 yil, 100 yil garantiya beraman. Lekin siz hozir buni ko'chaga olib chiqib yong'in quyoshga qo'ysang 1 yilda ham yetib bormaydi. Lekin uyingizda turadigan bo'lsa 100 yil, 200 yil turadi bu. Quyosh, shamol, yomg'ir, qori ko'rmasa 200 yil, 300 yil turadi dedim. 200 yil qimirlamaydi-da, bo'ldi. Bu shundoq qotadigan narsa.